Erka bilan Abdumalikni cholda urding, pensionerda urding deb bir gapini men eshitib qoldim va men bitta narsani eslatib qo'ymoqchiman. Abdumalikni men shahardoshim bo'lganligi uchun, vatandoshim bo'lganligi uchun gapini tarafini olishamiz. Bu haqiqat. Erka bilan o'zi ham masalan o'tgan jangida yoki undan oldingi jangida yosh katta jangchi bilan jang qilgan edi va birinchi raund yutqizib turib, ikkinchi raund nokaut qilib yutgan edi. Va bunaqa yosh katta jangchilar har qanday sportchiga chiqib qolishi mumkin. Vazirasinoy deyiladi. Bu ularning vazifasi jang qilish, bizning vazifamiz jang qilish. Berilgan raqib bilan chiqamiz. Qiyin raqib bo'lsa, oson raqib bo'lamiz, chiqaveramiz. Bu bizning vazifamiz jang qilish. Va Abdumalik masalan gap so'z qoldirmasdan tezda yuta oldi. Masalan Erka Bo'lanning o'zi qiynalib bir balo qilib yutgan edi yosh katta odam. Lekin Abdumalik savol qoldirmasdan birdaniga yutdi. Shuning uchun har xil gaplar bo'ladi do'stlar. O'zi mana boydan keyingi bo'ladigan gaplarga, intervyularga, emotsiyada gapiriladigan gaplarga e'tibor berish kerak emas. Ularning vazifasi jangini, ligani raskrutka qilish va siz faqatgina janglarga ko'rib baho bering. Jangchilarning o'zini jangovar mahoratiga baho bering deb qolaman sizlarga. Hammaga omad.